Bizda ham ko'pchilik firma ochamiz deganda bizdan so'rashadi, ustav fondiga necha pul deb yozsam bo'ladi deydi-da. Aytib, "Hop, necha pul qo'ymoqsan o'zi? Biznes proyekting bormi? Ha, necha pul tikyapsan shu proyektga? O'shani qo'y." So'ra bir bilaman $100,000 tikamanmi? Ha, sen $100,000 tikyapsanmi? Ha, o'shani qo'yasan deb qayerdan olasan boshqa pulni? Tushunmaydi. 10 million qilib yozsam, yoz unda keyingi pulni qayerdan olasan yana? Hop, yana pul qo'yayotganda. Odamlar mana shu tomonda juda katta xato qilishadi. Ustav fondini mana shu eng kichkina bir summada qo'yib oladigan bo'lsam, e'tiborsiz narsa deb qarashadi. Kichkina summada bir qo'yib olsam, keyin yana bir amallab to'ldirib olaman va to'ldirib olishda hozirgi aytgandagi savdo puli yoki nima edi, hisob raqami to'ldirish uchun deb ham tashlab yuborishadi. Пополнение счета deb tashlab yuborishadi-da ko'pchilik. Va u narsa hozir Mahmud aka aytganlari soliq oqibatiga olib keladi. Пополнение счета hisob raqamni to'ldirib olsalar-da o'rtoqlar. Dal shu tutadigan narsa. Nimani hisobiga to'ldirib olsan, ustav hisobiga to'ldirayotgan bo'lsang, tushunsa bo'ladi, sen bu как boshlang'ich mablag' sifatida ish faoliyatini yuritish uchun sen tikayotgan puling, lekin просто пополнение счета deyish o'zi korxonaga prochi dohod, boshqa daromad. Yo'q joydan korxonaga pul keldi. Agar NDS, ya'ni qo'shimcha qiymat solig'i, foyda solig'i to'lasi bo'lsa, yo'q joydan qo'ygan pulini o'zida 15% soliq to'laydi. Uni keyin aylantirgandan boshlab yana keyingi NDS pribili yana ketaveradi. Bu 2-3 baravarga og'irlashib ketadi solig'i. Chunki foyda solig'i odatda оборотdan tushgan puldan xarajatni ayirib tashlab, qolganidan 15% to'lasa, пополнение счетida to'liq оборотdan 15% to'lagandek bo'lib ketadi. Bu juda og'ir summa bo'lib ketadi va ko'pchilik shu narsaga ahamiyat bermaydi. Shuning uchun mabodoga ustav mana shu savol berayotgan odamlarga ham, boshqa odamlarga ham imенно firma ochadigan bo'lsanglar, boshlang'ich necha pul qo'yyapsizlar, o'sha narsa ustav fondinglar bo'ladi. Hozir mana Nodir aka Mahmud aka berganlaridek, boshlang'ich kiritilayotgan mablag' ustav fondiga. Yana nimadir qo'shimcha kiritmoqchi bo'lsanglar, пополнение счета degan narsani yig'ishtiringlar, to'xtatinglar. U soliq oqibati chiqib ketadi. Juda bo'lmasa 4% yana to'laydi-da.